Yo-mayo, kim chaqiryapti mani yana? Yo-mayo. Hozir chiqyapman. Hozir hammaga salom, sizlar bilan men Kompot. Xo'p, politsiyachilar. Ochishingizni. Hozir. Xizmat politsiyachi. Kapot qarasanlar bilan vojitalaringni biza qamoqqa olishimiz kerak. Yo-mayo, nimaga bizani qamoqqa olishinglar kerak? Kim huquq berdi sizlarga? Bizani boshlig'imiz aytdi, короче qamab qo'yishi kerak sizlarni. Bizani nima ish qildingiz, qamab qo'yasizlar bizani? Bilmayman, mana boshlig'imiz aytdi. O'shaning uchun biza bajaryapmiz. Bilmadim mana. Ay, palakat, yana nima bo'ldi ekan? O'sha joyga borganingda bilib olasan, Kapot. Tezroq bor, yigitlar ham kutib olishdi seni. Bo'ldi. Yo-mayo, jitillarni qaranglar. Davay, Kapot. Tezroq kiringlar mashinaga. Sizlarni qamoqxonaga olib borishimiz kerak. Sababini aytishingiz kerak edi-da, janob politsiyachi. O'shani bilib olasan sababini, Kapot. Ko'p qavurmay, tezroq mashinaga chiq. Tezroq bo'l. Bo'ldi, janob politsiyachi, bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, obunachilar bizani qamashyapti. Qanaqasiga behuda qamashyapti obunachilar. Bilmadim obunachilar, o'sha yerda bilib olasan deyapti-yu. Tezroq bo'l, valdiramay, Kapot. Asabimni buzyapsan. Tez bo'l. Okey, janob politsiyachi, okey. Xo'p, unda mana shu yergami? Da, tez bo'l, imillama. Jitil, nima qilyapmiz? Vini qo'rqyapman. Tez bo'l deyapman senga. Yo-mayo. Urmay, o'zim boraman, janob politsiyachi. Tez bo'l, Kapot, tez bo'l. Xo'p, bo'ldi. Qayerga kirishim kerak? Mana shu yerga qamoqxonaga kirasan, to'g'ridagi. Yaxshi. Kallangiz yo'q sani. Butun umr qamab qo'yaman shu yerda sani. Chiqarmayman. Ha. Tushunmadim, men siz ustidan arz beraman, janob politsiyachi. Hali ko'ramiz qanaqa bo'lishini oxiri. Qarab turing, janob politsiyachi, men videoga olyapman, obunachilarim kuzatyapti. Kanalimga qo'yaman va sizning ustingizdan obunachilarim arz qiladi va siz ishdan haydalasiz, janob politsiyachi. Ko'ramiz, Kapot. Kim yutib chiqar ekan? Mayli, qarab turing, lekin janob politsiyachi, yaxshi ish qilmadingiz lekin. Qarab turing, mayli ko'ramiz, lekin qayta dunyo, lekin qarab turing. Menga farqi yo'q, Kapot. Hech kim eshitmaydi sani bu yerda. Yo-mayo. Obunachilar, nima bo'lyapti? Bizani to'g'ridan-to'g'ri qishlog'imizdan qamab olishdi. Ya'ni qamoqxonaga olib kelishdi, bizani qamab qo'yishdi. Qanaqasiga obunachilar, adolatdanmi shu narsa? Biz hech nima qilmadi-yu. Jital, qalaysan, yaxshimisan ukan, bo'tdim? Kapot, nima gap? O'zim boqqanman, tinchmisan? Qanaqa o'zim boqqanman? Men boqqanman seni. Короче, qanday qochamiz bu yerda? O'ylash kerak o'shani. Biz o'zini nima qilaylik, apa-buvingni. Bilmadim, lekin o'sha militsiyasini apa-buvusini to'g'rimi? Qishloqi. To'g'ri, 100% uka. Bu yerdan qochishni o'ylashimiz kerak-da, endi nima qilamiz? Bilmadim, Kapot. Bir yo'l topishimiz kerak. Sandan zo'r g'oyalar chiqadi-yu, top, uka. Mendan zo'r g'oyalar chiqardi, lekin hozir unchalik g'oya kelmayapti-da. Nima qilsam bo'lar ekan qishloqi? Bilmadim men ham, lekin unchalik. Unda o'tiramiz. Qanaqa o'tiramiz? Bu yerda o'tira olmayman, palakat. Yo-mayo, mana buni sindirsa, sindirsa bo'lar ekan. Yo-mayo, mana sindiryapman qishloqi. Tezki. Yo-mayo, bu yerda nima bor ekan? Qanaqadir yo'l bor ekan, obunachilar bu yerda. Hozir qishloqqa o'zim boqqanman. Qarang, obunachilar bu yerda, mana bu yerda eski kulba bor ekan, ya'ni uy bor ekan. Bir narsa qochishimiz kerak bu yerdan. Qani ko'ramiz, qocha olamanmikan yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar obunachilar. Albatta videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying obunachilar. Men bundan albatta xursand bo'laman. Xo'p, qishloqqa kiryapman. Mana shu san joyim bo'lsa agar. Kapot, mana shu yer tezroq kir. Bo'ldi, mana men keldim. Nima qilamiz endi qishloqqa? Bilmadim, Kapot, endi sanam o'ylashing kerak-da biroz.
Da o'ylab olishim kerak. Tak, o'ylash kerak qishloqqa. Bu yerdan qochish uchun nima qilsam bo'ladi qishloqqa. Past gapirishim kerak-da, просто hozir militsiyalar ovozimni eshitib qolishadi va bu yerdan bizani qochirishmaydi va 2x qo'riq nazoratda bo'ladi-da. Pastroq gapiraver, kapot. Bo'ldi. Unda xo'p. Короче, birinchi qiladigan ishimizda qara. Xo'p, hozir reja tuzib olayda qishloqqa 1 minut. Xo'p. Nima qilsam bo'ladi bu yerda? Reston. Bu yerda mana bu yer. Yo'q-yo'q, geniman-ku qishloqqa. Ko'ryapsanmi ukam? What the fuck, kapot, kallaga yo'q. Qanday o'xshding? O'zim boqqan bor. Mana qishloqqa chiqib ham oldim. Hozir qishloqlar o'zim boqqan mollar sizlarni ham chiqaraman. Jim turinglar, xo'pmi? Ana, kapot tezroq chiqarib yubor, tezroq bo'l. Bo'ldi, baqirma, apa Vinisani. Yo'q, pastda militsiyalar o'tiribdi qo'riqlab. Hali ham meni ko'rishmayapti-da bular. Ko'rishsa bizani meni quvib kelishardi. Pastga tushaman. Tak. Da pastga tushishim kerak. Zinalar, yomon ko'raman shu zinalar. Mana sekingina, asta-sekinlik bilan o'tib olsam, da ishimiz yaxshi bo'lib ketadi, obunachilar. Da qishloqlarni ham keyinchalik qutqaraman. Hozir o'zim chiqib olsam, yaxshi bo'lar edi. Mana asta-sekinlik bilan. Yaxshi. Mana u yerda bir narsani ko'rgandek bo'ldim. G'alataman, ko'rmayapman. Yo'q, obunachilar. Ko'rgandek bo'libdi meni. Lekin sherigi ko'rmadi, yaxshi obunachilar. Da hozircha ishimiz yaxshi. Xo'p, bu yerdan chiqib olsak, yo'q, sekin. Yo'q, tezroq. Ko'rishmadi deb umid qilaman. Da obunachilar ko'rishmagan deb umid qilamiz. Bu yerdan ham tezroq chiqib olsam, yo'q, militsiya uxlayapti. Sekin. Obunachilar sekin bajaramiz ishimizni. Xo'p, sekinlik bilan. Tak. O'tvormaymiz. Yaxshi. Sekin. Ana, obunachilar. Xo'p, mana bu yerda nima bor ekan ko'ramiz. Qani, yaxshi. Yo'q. Qurol yo'qmi bu yerlarda obunachilar? Qurol narvon asqotadi. Boshqa hech nima yo'q ekan. Da maylicha pastga tushaman. Mana kalitlarni topdim obunachilar. Qishloqlarni kaliti, qishloqlarni, ya'ni jitalari qamab qo'yishganni, qamoqxonasini kaliti-da bu. Hozir qishloqlarga chiqaman-da, sekinlik bilan yordam beraman obunachilar. Davay, let's go. Sizlar videoga like bosinglar, obunachilar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq chiqinglar, tezroq. Let's go. Qishloqimizga ketamiz. Davay, qishloqqa ketdi, tez. Bo'ldi, kapot, hozir chiqib olman, tezroq bo'lish kerak. Davay, tezroq chiqsan ham. Mana bu yerni ochaman. Itak bu yerga ham narvalarni qo'yib chiqib olaman. Yaxshi. Xo'p. Mana bu yerdan qochish kerak. Birinchi o'rinda bu yerdan qochib bo'lmas ekan. Boshqa yo'l yo'qmi bu yerda? Mana eshik bor ekan, birinchilar. Yo'q. Bitta nima kerak-da hozir menga? Militsiya ko'rmayaptimikan? Yo'q, ko'rmayapti. Tak bu yerga narvonni solamiz, chiqamiz bu yerdan. Bu yerda suv bor ekan, kanalizatsiya menimcha. Bu yer kanalizatsiya. Da chiqamiz. Asta-sekinlik bilan chiqamiz. Ana, yaxshi obunachilar. Yaxshi chiqa olaman. Tak, mana. Obunachilar, va nihoyat chiqdim. Let's go baby. Come on baby. Aqlimga balla obunachilar, aqlimga balla. Zo'r ish bo'ldi lekin obunachilar, chiqib olganim. Xo'p, bunda mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerdan. Xo'p, hozir bitta ish qilmoqchimiz. Tak, bu yerda qishloqlar keladi, ana. Qishloqlar kedinglarmi? Davay. Xo'p, sizlarga obunachilar xayr deb qolaman. Mana biz qamoqxonadan ham chiqdik. Unda hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat hammaga.